Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Mika va Ezo. Opcam grupdan ayrida videosi chiqib olmoqchiman, lekin chiqib bo'lmasgan. Ketdik. Salom do'stlar, sizlar bilan men Mika va Ezo. Birinchisiga. Men ikkitalaman. Boshqa kira oldi ketdik. Oxiriga. Mana oxirga man. Kiralyapman. Mana boshlandi. Hop. Turdim. Krokanildi. Zombi go'shtidan Peruk pishiramiz. Buni biz oldin o'ynaganmiz. Qiziqarli bo'lgani uchun hozir ham sizga ko'rsatib beraman. Mana zarkasi uchuvchi. Hop. Qotmayapti degan umiddaman. Yurib ketdik, ko'chadan narsa kiramiz. Bu net magazin, bu yerda dori-pori sotiladi, bu yerda biskvitlar. Hozir bu yerdan juva olishimiz kerak, 5000 ga juva. Keyin bitta dori ham bor. Dorini keyin hozir ishlab. Bu odamlarni qo'rqitishimiz kerak. Bizga zombi hujum qiladi. Ular pishiriq sotib olishadi bizdan. Biz zombilarni o'ldirishimiz kerak bo'ladi. O'zimiz tirik qolishimiz uchun. Ular magnitlarni ham sindirib ketishadi. Shunga tuzatishga bolg'a yasab olish kerak birinchi o'rinda. Dashatbe, narsalar olib kel bor. Nima? Yonga go'shtimi? Yo'q. Uylardan temir olib kel. Mana qayoqqadir boshladi. Ha, ayada narsa bor ekan, Dashatbe. Sen olaqa shu narsani. Taxta temir olib ketadi. Bularni maydalab, albatta bo'lg'on yasasak bo'ladi. Shuni setga shunaqa narsalarni ham yasasak bo'ladi. Juda olasigan. Opcam mana bunaqa narsani topdim. Qarang, bunga kerak bo'lsa. Kerak bo'ladi ham lekin. Hozir aytgandek bu bolg'a narsani chiqadi. Ko'rayotgan bo'lish kerak. Dashatbe, ichkariga kir. Hech qurum qilyapti. Sol. Yadi bor. Albatta eshik yopamiz. Chunki zombilarni tutishimiz kerak. O'sha o'zi ko'p turadi-yu. Ego, tezroq chiq. Bu o'yinning nomini opisiyaga qoldiramiz. Ham o'zbekcha bo'lishi mumkin. Xolos. Bizga mehmonxonamizda o'ynardik. Kichkina tovush eshitilmasligi uchun Dashatbe ol yonib ketishi. Yolg'on. Yo'dan ulidan bananali
ham keladi, sabzlisi ham keladi, pomidorlisi ham keladi. Keyin sizlarga bitta sirni o'rgataman. Sizlar uchun bitta sirli retsept bor. U kaktusni ustida bo'ladi-da. O'sha kaktusni qizillisidan topasizlar. Mana o'xshaganlar bo'ladi. Shularni bitta bossanglar, mana shunaqadan tushadi. Pishirmay turdi, shotga. Hop. Endi buni oborib go'shtlar bilan qo'shsanglar, juda ham qimmat pirog bo'ladi. Unda pishlik sotganligicha pul yetadi. Agar yetmasa, bilmayman. Endi sinab ko'ryaptim. Kaktusni uradimi? Kaktusni ustida qisilib bo'ladi. Zombi do'shatbi. Qatdan kelib nima? Cho'g'ara. Qizil borida unday ursa bo'ldimi? Mana ko'rdinglarmi necha minutga? 215 minutga. Menga 3 ta bor. Menga 3 ta bor. Rosa yig'ibdi. Maydalarda ko'p bo'ladi. Ularni mana bunaqa rastachilarga qo'yib sotasizlar. Unda odamlar kelib yeyishadi. Lekin odamlar aytib qo'ymanglar zombi go'shtligini. Ya'ni biza oshxonamiz yopilib ketmasin. Hozir albatta aytishlar bo'ladi. Uni tashiydimi? Nima qiladi? Unga tashimaydi. Ego mamaki tashiydi. Yashil yonib turgan joyga tashiydi. Ana, sotib oldi ko'rdinglarmi? Pulini O'zi maydalaymi? Yo'q, faqat bitta oshimaydi. Yumush ham qo'shadi. Ego endi birinchi marotaba o'ynashi, shuning uchun bilmaydi. Voy, tiqilib qoldim. Qachon hozir? Tasha. Bo'ldi. Ana, 450 ming Ketdi. 3 ta qilsak 450 ming bo'ladi. Men bitta pistikcha sotib olaman. Albatta otishga Kechqurun bo'ladi. Kelishini qaranglar. To'g'ri odamlarni. Ben ikkitasini ham ko'rdim. O'ta mana pistolet olishim kerak. Ikkisida o'ldi. Mana ko'rdinglarmi? Qo'yib maskan sabzilisi. Endi undan sabzi chiqadi. Do'shatni Bir qo'llari yonib ketadi. ketdi boshlar. Ha, yonib ketadi erklar. Mana boshqa nima bo'ladi? Kun kechqurun bo'ladi. Uni bosmang. Manda bitta sabzili bor. Endi bularni pishiramiz. Hozir Ego'ni ham kanali bor. Ego pastki chiziqcha nomini qiqsanglar chiqadi. Maniki Mika pastki chiziqcha nomini qiqsanglar maniki ham chiqadi. Mana misol. Mana kim tushunmayotgani uchun zombilar o'tarkansizlar. Ularni olib maydalashtansizlar. Keyin pishirib sotarkansizlar. Bo'ldi. Mana bitta soat bor. Unda qachon bo'lishlarini ko'rsatsa bo'ladi.
Uni o'rtasi. Mana bittasi pirog olib ketgan kelyapti buyoqda. Ha, mana ikkita pirogimiz bor. Qaysi birini sotasan? Ana, Kattasini qimmatini. sotib oldi. Bu kichkinasini sotib oldi. Bittasi 590 ming pul. 743 ming manda. Odamni otib qo'yadi. Yo'q, qo'shiq qilishgan. Otmaylar, maslahat. O'qiyli kamayib qoladi.